Assalomu alaykum, doktor. Alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchab ishlayapsizmi? Rahmat. Meni savolim yo'q, o'g'limning kasalligi bo'yicha ancha ma'lumot bergansiz. Men sizga o'zimda minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'g'limni sizga olib borgan holati juda yaxshi eslayman. O'shanda aytgansiz, bolangizni butun qorinda buyrak egallab bo'lgan degansiz. Bolam o'shanda 5,5 oyligida. Allohga shukr, Allohning marhamati bilan sizda shu shifoli qo'llaringiz bilan o'g'lim Allohga shukr hozir yaxshi. Shuncha operatsiya bo'lgan bo'lsa ham kasal bolaga o'xshamaydi. Hozir juda ham yaxshi holati. Vazn qo'shishlari ham yaxshi. Analizlarni har oy tekshirtirib turibman. Umuman analizda o'zgarish yo'q. Buyraklarni ham tekshirtirib turibman. O'ziga ham boramiz yaqinda, bir ko'rsatmoqchiman, o'ziga ham borib. Xudoga shukr, rahmat, sizga katta minnatdorchilik bildiraman. 5 vaqt namozimda o'zim, buvalari, bobolari har doim siz duo qilishadi. Sizdan juda ham minnatdormiz. Allohga shukr, bundan ham keyin ishlaringizda rivojlar tilayman. Har doim sog' bo'ling. Xalq xizmatida hech qachon charchamang. Har doim insonlarga yaxshilik ulashib, charchamay yuravering. Har doim sog' bo'ling. Rahmat. Orzungizdagi havas qilgan yigit bo'lsin, ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin. Ular professor bo'lganda biz sochlarimiz oqarib ketgan bo'lardi. Xudo xolasa, o'zi ham aytadi. Prezident bo'lganimda kimni olib borasiz birinchi desam, hammadan oldin sizda aytadi. Muhsinjon doktorim oldida ketadi deydi. Samolyotimda oldin Muhsinjon doktorim ketadi. Sizlar orqada ketasizlar deydi. Har doim hech ham esdan chiqmaydi. Kim ketadi deb birinchi so'rayman. Oldingizda kim ketadi desam, Muhsinjon doktorim deydi. Boshqalarni eslamasa ham birinchi sizni eslaydi. Katta bo'lsa ilohim. Yaxshi o'qiydi. Mayli, rahmat doktor, sog' bo'ling. Rahmat.